Ismim Safarva Rayhon Rajabbayevna. 13 yildan beri o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqdaman. Yoshligimdan o'qituvchilarimga juda havas qilganman. Ayniqsa matematika fanini juda sevib o'qiganman. Shuning uchun shu sohani tanlaganman. Asli Xorazm viloyatidan bo'lgan o'qituvchi 4 yildan buyon Kattaqo'rg'on shahridagi 14-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida bolalarga o'z bilim va malakasini o'rtoqlashib kelmoqda. Bugungi kunda matematika fanidan o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqdaman. Asosan 5-11 sinflarga ta'lim beraman. Kattaqo'rg'on shahrida 4 yildan beri o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Bugun yurtimizda ta'limga yuksak darajada e'tibor qaratilib, o'z malakasi va bilimini oshirib borgan o'qituvchilar turli rag'batlar bilan taqdirlanmoqda. Ayni qahramonimiz ham mehnatlari ortidan bugun 20 milliondan ziyod maoshga sazovor bo'lgan. Matematika fanidan xalqaro SAT sertifikatiga egaman. O'z fanimdan oliy malaka toifasiga va 70% ustamaga egaman. Shuning uchun hozirda o'zim 20 milliondan ziyod oylik olib kelmoqdaman. Maktabimizda 52 nafar o'qituvchi faoliyat yuritadi. Bu o'qituvchilarimizdan 2 nafari $2000 ziyod oylik oladilar. 13 nafari $1000 ziyod oylik olishadi. $2000 yoki $1000 ziyod oylik maoshlarni olishida xalqaro sertifikatlar olishlari va vazir ustamasiga ega bo'lishlari hamda o'z ustilarida mana shu tinmay ishlashlari, toifa darajalarini oshirib borishlari natijasida mana shunday maoshlarga bugungi kunda o'z mehnatlari bilan erishib kelmoqdalar. O'quvchilarim erishayotgan natijalar menga yanada o'z ustimda ishlashga, bolalarga kuchli bilim berishga energiya bag'ishlaydi, deydi o'qituvchi. Biz to'g'ri tenglikni topishimiz kerak. Bugun ta'limga berilayotgan yuksak e'tibor albatta kelgusida o'z natijalarini ko'rsatib boradi. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zammon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.